protokol, ikkinchi 22 aprel patent topshirish bilan 2 hafta bo'ldi. Rovni ikkinchi patentiga telefon qilsam tayyor bo'ldi deb bitta. Shunga rosa u xatni olib sotish bilan sahroga ketishga tayyorgarlik davomida to'g'ri chiqib ketaman. Bu soat 6'da turdim. Kechga turdim. Chunki kechasi 2da yotdim. Chunki birda kecha 12da ishlab, birda uyda edim. 1 soat ovqat yeb, anaqa yunib yotishimgacha 1 soat vaqtim ketdi. Xudo xolasa endi hozir yo'lga chiqamiz. To'g'ri chiqaman. Xudo xolasa bankka kirib o'taman.